27-may kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang-to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 13-18 daraja, kunduz kuni 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang-to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz kuni 26-31 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi. Ayrim joylarda chang-to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 14-19 daraja, kunduz kuni 27-28 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi. Ayrim joylarda chang-to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 18-23 daraja, kunduz kuni 28-32 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Kechasi 15-20 daraja, kunduz kuni 23-28 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda jala kuchli bo'ladi. Momaqaldiroq kuzatilishi kutilmoqda. Sel, suv toshqin hodisalari ham yuzaga kelishi mumkin.